Do'stlar, Xitoydan yukimiz va nihoyat yetib keldi. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang do'stlar. Endi Abu Sahiga yoki Qo'qonga borishning hojati yo'q. O'zimizni Jalag'duda Xitoyning eng sifatli kiyimlari arzon narxlarda. Akajon, qachon ochaveramiz? Hamma kutyapti-yu. Ertaga ochaveramizda uka. Ertaga yakshanba kuni. Nechida? Soat 9 ga mana harakat qilib yotibsiz, ertaga ochaveraylik. Faqat Jalag'dular uchunmi yo? Yo'q, vodiy kelaversin. O'zbekiston bo'ylab. Vodiy bo'ylab eng arzon Xitoy sifatli tovarlari shu yerda kelaverasizlar ertaga soat 9 da. Bu yerda faqat kiyimlar emas ekan do'stlar, 1000 xildan oshiq mahsulotlar bor ekan. Orqamda turgan joylar endi ilinadi do'stlar. Ko'ryapsizlar, targallar ketyapti. Kiyimlarni qaranglar. Shunaqa chiroyli, sifatli kiyimlar haqiqatan ham kelib, bemalol ko'rib, ushab ko'rib olasiz. Bu videoga like bosib, Jalag'dulik, vodiylik tanishiga tez yuborib qo'ymasangiz bo'lmaydi do'stlar. Narxlar o'ta bomba. Mana shu ko'ylaklarimiz 58 ming so'mdan ekan qizlar uchun. Do'stlar, ko'ryapsizlar, o'zim dazmollayapman bolalaringizga kiydiradigan kiyimlarni. Xudo xolasa sifatiga javob, kafolat beraman o'zim. Kelaverasizlar. Xizmatingizdamiz.